yakıp oturup gittim. Qadirlik dostlar, men Muxtar Buğra. Abdumrayillik Xalq üçüncü doktorxanası alayda hamkorlashgan bir piyola choy söhbetimiz hozir boshlash oldida turibdi. Bugun bir oq kiyimlik bir yigit, yana birisi alabaldoq kiyimlik bir yigit bilan söhbet o'tkazamiz. Oq kiyimlik yigit bizning jon inimiz Keremjon Mamtili. Bu yigitninki qiyğa etganlari hammamizga ayon. Nihoyatda yaxshi ijodkor yigit bu. Nihoyatda dangliq naqshchi. Bu alabaldoq kiyimlik bu yigit mening o'g'lim Xelil Buğra o'ldi. Xelil Buğramo oliy maktabda o'qiyotdi hozir. Lekin shunda bo'lsa-mu, shu naqshchiligimizda ancha-muncha bir izdinaman deb akilab yuriydi hamda. Bu qanday akilaydi degan vaqtida men she'rni yozgan Keremjon muzikasi ishlagan Erkilval Qizilgul deb bir naqsh aytib, bizning naqshchiligimizda hamda akilab turib, hamdilatin texe qadam besyapti. Shu Keremjon Erkilval Qizilgul degan naqshdan sen rozi bo'ldingmi? Voy, men rozi aka, chunki sizning tekstlaringiz nihoyatda sinishliqchi. Yoshlarmi, cho'nglarmi, har qanday odam ishtik qabul qila oladigan, yaxshi ko'radigan, o'zini singdira oladigan deb o'ylayman. Undan bu inimning ovozi menimcha xoslikqa ega. Tuvan ovoz qismi nihoyatda yaxshi, payzam. Shunga bu tekstingizmi mening bir ilhomlarimni qo'zg'aydi. Shuning shu inimning ovoziga to'g'rilab, tuvan ovoz rayonidan boshlangan sho'x udarda qilib ishlagan. Nihoyatda qilipin yaxshi o'yding. Shu. Biz ham to'liq anglayman uni. Mashinlarda anglashga mos keladi. Endi bu qatam mashinada anglashdan sert, nihoyatda tirishayotgan Tannaz qizimiz usul o'yinda bu sahne. Usulchi qizimizningki ismi Nilüfer. Nilüfer qizimizga rahmat aytamiz. Hamda shu icra qilishdiki shu gaplarni qanday deydiki bu o'g'lim menmi birnim diyemmatimi, senmi birnim diyalasanmi yaqinda ular. Aldı bilan shu Keremjon akamga rahmat. Shunda o'zim shunda rozi bo'lib, shunda xush bo'ldim hisobda bu naqshaga. Hamda bu naqshalarga fingasi hammaga tushdi hisobda. Sulga shendaga mening yeshimga ham o'zimning xosligi icra qilib bo'lgan shunda. Yaxshi ko'rmayman bu naqshni bak amroq. O'zimni davomli kesh tuxilgandimmi deganda, yoki maktabda zavgunga chiqqandimmi anglaymancha o'zimning naqshi bo'lgan ekan. Keremjon akam shunda menga moslashtirib, menga kagideklam tikpadi desam bo'ldi hisobda. Unda bo'lsa Keremjon akamga qanday tilaklaring bor? Keremjon akamning kasbi hayotidagi ishlari taqdimi o'ngishliq, taqdimi parlaq bo'lishini umid qilaman lekin hamkorlashimizni taqdimi davomli bo'lishini umid qilaman. Endi men qanday tilaklaring bor? Seni hamda dadamdek emasmish, aqllarimdek shing tayrang, ro'ying mangu yosh bo'lishini umid qilaman. Men shunda o'ylayman, nima shu balamni aks bo'lib qolmagandimi? Ma yaxshi tilak bo'ldi. Dadamdek emas, aqllarimdek yosh turishni tilayman degan baland gap bo'ldi. Abdumrayillik Xalq üçüncü doktorxonasi Şinjan har millat xalqininki sog'lom, yosh turishini umid qiladi. Bo'pmi? Oliy doktor shu o'tir yosh degan bir naqshini aytdi o'tganda. Xerilningmi, peshqadamningmi o'tir yosh turishini, yoshlarning o'tir yosh turishini umid qildigan o'xshaydi. Shunga hammamiz sog'lom bo'laylik.
bergine, bir bergine kızıl gül. Kanadın kergine kergine, bir kergine kızıl gül. Kolumnu bergine bergine, bir bergine kızıl gül. Kanadın kergine kergine, bir kergine kızıl gül. Sana atap olğum var, nurum çüsün berginge. Daim çaxnap turğum var, köz tegmisin baxtinga. Kızıl gül, Guncacığım bek güzel. Çok ergile kızıl gül, Guncacığım bek güzel. Mendiki bu yaş gönül, sana aytar köy gazel. Mendiki bu yaş gönül, sana aytar köy gazel. Sana atap olğum var, nurum çüsün berginge. Daim çaxnap turğum var, köz tegmisin baxtinga. Yaşar gül çembere, erkili val boynumda. Yaşar gül çembere, erkili val boynumda. Soluşum mu emkire, saklı valay koynumda. Soluşum mu emkire, saklı valay koynumda. Sana atap olğum var, nurum çüsün berginge. Daim çaxnap turğum var, köz tegmisin baxtinga. Sana atap olğum var, nurum çüsün berginge. Daim çaxnap turğum var, köz tegmisin baxtinga. Salam, her qaysi ustozlar. Men şu Altı Karar Yipek yolunun en yakın tamaşibini Halil Buğra bilen. Bu Halil Buğra, Muhtar Buğra eserininki en culalık, en mükemmel bir eserlerinki. Kalktınızsa. Birisi. Muhtar Buğra izharının en çunqurlaşkan, en tuluq ifadesini tapkan izharı endi. Mujna bize burada. Buğra izhar. Mana izhar bunundan artıq bolmaydı. Muhtar Kam'nın nurgun icad meyvelere, icad emgekleri burundan hazırgıça takatlamzada üzülmey, aşına bağgançı, kangırıp, çunqurlaşıp nurgun icadiyetlere yürek tağlarımızı çekip kilayotgan. Hamda bu eser, bu icadiyet Muhtar Kam'nın en mükemmeli. Ma ifadeleştirin bu vatanda. Hoş yakıp oturup gittim. Belki silnaqşı optu mamnu. Ama şundaq bir alaqa, xaslık, haqiqiy jigit yetilayotgan shundaq alaqma. Yetilayotgan deymiz ma yeshiga nisbatan deyapti mana. Qandaq ta'til olab keldikmi yo maxsus mashina uchilib ushtiqmi aeroplanda? Maxsusmuş. Çünkü ma gapni o'qiyotdi-da bu bolalar. O'qiyotgan bolalar mushu natijalar bilan bizni faxrlantirib, qalbdorlarimizni hayajonlantirib, tarang turun çelib o'tib bordi boydan beri-de. Bu bolani ko'rsak, bolalarimiz men o'g'limni seg'inib ketib borman, o'g'limni esimga olib ketib borman. Bu bir qurdosh. Jasur. Halil mushbalam, Mustafa balam ular bir shundoq ko'z tegmisin. Bak yaxshi cho'ng bo'lyapti. Rahmat balam. Shu maktablarga o'qishlar taximi bak natijalik bo'lsin, taximi bak tirishinglar. Bak yaxshi O'tgandimi bu inim akaga bir asr bilan bizni shundoq bir xo'sh qilgan o'tganda akaga asrmi. Mana ma qitim chiqqan asrdimi
o'tgankidimi yana Ha? o'zining bir bilim bo'liqiga chilishib melayotgandan shundoq, shundoq. keyin ifodasini man ko'zlayotgancha cho'qim imkoniyat bo'lsa mushtaq yaxshi san'at bilim yurtlarida bilim oshirib sizlardek bolalarning ko'plab shu chiqishini biz chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Bugungi naqshidanmi bak yaxshi huzurlanmoqda. Rahmat aka. Seninkiler bir kolunun güzel mi? Yaş geldi abi. Ne iş bilseydim. Azırak bolsun mu? Men acırım var bunun için. Nakşi yetişide bu avaz diyeyim olgandan keyin imtihan belge vaqtlardan başlap ançımız tang nakşini ügünüp yenimde tuğa yaxşı fikam bu. Ötkengi qaraganda taşımatta kam degendek mana bugun bu nakşini etişen sendeki kıyafetlerin resmi menemde aktörlük xas bir salapıtın namayan boldu. Bugün mana Jikki turilish. muş yaşanda bunçilek meselini his qilib mağmaq asan emas. Dadağının acırı jek sana. Bizim kütüvatkan ümit arzularımız jek senden. Davamlıq tirişip Rahmat aka. işlerin teximi yaxşılap bunun da çoğun sağınılıp çakmışlığını içindelimizi ümit qilamiz. Rahmat kanim. Kırıl Buğra'nın her kıtımkı sahnedeki ifadesi bizge sanatның cheksizligini bildiriyotidi ham o'zingizning to'xtamasdan taraqqiy qilayotganligingizni ifodalab turyapsiz. Shunchalik yaxshi. O'tgan qitimda siz Yingyoju aytib kelgan bo'lsangiz, bu qitimda Uyg'urcha naqshi, albatta usulliq. Shu usulchi bilan sizning moslashishingiz, usul harakatlarga qo'llaringizning kelishlaridan tortib, o'zingizni sahnada shunday tamkin salmoq tutishlaringizdan tortib, sizning yana bir qadam bir cho'njang bo'lib o'sib yetilganligingizni ko'rib olg'il bo'ldi. Mushu cheksizlikda sizning texmo hech qanday to'solg'uga uchirmay, texmo parlab yashashingizni, mush sahnada, san'at hayotida güzel bir utuqlarni qo'lga keltirishingizni chin ko'nglimdan umid qilaman. Sizning taqdirimiz. Rahmat. Kırıl ufkam kim kıtlar mı acayip ne? Keremcan Mehmet Ali aka. Bek düşüptü. Kırıl bek düşüptü. Çıkıp seknik bek yaraşkan abay aygılmalım mı dedi. Ablatkamlam dedi. Seknede kuluk ip verip etip berden nait bek zışınsı var. Bek işengen özüge. Bek çıraylık bek yaraşkan. Nakşanlan ifadeleşme, hissiyatanlaşkanlarla usulçulan degen bir xil. Bizning unutib ketdingda haqiqiy sahnada shu o'zinglarni namoyon qilishinglar, hissiyat ifodalashing bek chiroyli. Bek o'zrinib o'tirib ketdik. Shunga abaytni cho'nglar gaqib qolib men birdan o'tdim. Mening ko'nglim butun gaplarni cho'ng so'zlar deb bo'ldi. Haqiqatan tirishchilik bek katta bo'ladi. Kasbiylikni rasmiy bildirib qo'yapsizlar. O'zinglardan qurdosh bolalarga haqiqatan bek yaxshi ta'sirlarni qilyapsizlar. Texim payz olsun bundan keyingi taraqqiyotlarga bizning ishimiz qolgan atrofinglarda bizlarmi bor. Texmi yaxshi ashta bir ishlarning ro'yobga chiqishini men chin ko'ngildan umid qilaman. Rahmat aka. Cho'nglar gap qilib gap qilmayapti. Hiç olganda Senlar ya. Hayacanlı kutladı. Sen balamga davatkan nurgun gaplarning arasida eng markaziy gap mushu minnatdorlik tuyg'usi bo'lish kerak degan gap eng muhim. Müşahidim şu gapni deyme. Şunlaşqa mushu ustozlarga minnatdorligingni davomli ifodalab turishingni umid qilaman. Ham minnatdor bo'lishingni umid qilaman. Odamda minnatdorlik tuyg'usi bo'lmasa, minnatdorlik ifodalanib turmasa, biz bir shakalga aylanib qolamiz. Gapni ko'p qilmayli. Bugungi ijodiyating bilan seni qutlayman. Rahmat aka. Abay kiyimlerini almashtirib, bir sana bir köz çetey desem, sen büyüye çıkıp yapsan mı? Daha sana da. Bugün şu ustazda hep kılıplı bilmiş şey otağı. Hatta yarışıp da orada. Tamam, selamet olsun. Sahnimi sana yaratsın. Rahmet olun. Amallah rahmet.